Homila oddiy suvlari miqdorining ko'pligi. Bunday holat aniqlanganda nima qilish kerak? Ko'pchilikni qiziqtiradigan savollardan biri hisoblanadi. Homila oddiy suvlarning miqdorining ko'pligi aniqlanganda, avvalo bu holatni sababini aniqlashimiz kerak bo'ladi. Bunda ona tomonidan sabab bo'lishi mumkin bo'lgan holatlar: qandli diabet kasalligining mavjudligi, retus konflikt holatlar, plasental yetishmovchilik, onaning yurak va buyrak tizimidagi kasalliklarning mavjudligi va har xil infeksiyalarning mavjudligi sabab bo'lishi mumkin. Homila tomonidan sabablarga keladigan bo'lsak, homilada xromosom anomaliyalarining mavjudligi, homila asab-to'shak tizimining rivojlanish nuqsonlari sabab bo'lishi mumkin. Homila oddiy suvlari miqdorining ko'pligi aniqlanganda, sabab aniqlangandan so'ng davolash taktikasi shunga mos har xil olib boriladi. Aziz homiladorlar, homila oddiy suvlari miqdori ko'pligi aniqlanganda suyuqlik ichishni cheklamang. Suyuqlik ichishni cheklash homila suyuqligini kamayishiga sabab bo'lmaydi. Aksincha, umumiy holatingizni yomonlashishiga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun doimo vrach nazoratida bo'lib, muntazam ultratovush va doppler tekshiruvlaridan o'tib turish tavsiya qilinadi. Sog' bo'ling.